Bu videoda ustani asabi qanchalik mustahkam ekanligini, uyda egasini esa jahli chiqayotganligini ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Senga aytgandim-ku, uni balandroq ko'tarish kerak deb. Nimani aytyapsiz? Smestitelnimi? Ha, albatta. Past o'rnatib qo'ygansizlar. Siz nima, turgan holatda cho'milasizmi? O'tirib cho'milish kerak-ku. Sen qani o'zing vannaga chiqib ko'r. Qani chiq. Xo'sh, qalay, o'zingni qulay his qilyapsanmi? Ha, yaxshi, o'tirib cho'milish kerak-da, bo'lmasam polga suv sachlaydi. Yo'q, baribir balandroq ko'tarsa bo'lardi-ku. Smestitelni aytyapsizmi? Ha, qara, yo'q, to'xtab tur, ochmay tur. Bu yerdan qaraganda ko'rinib turibdi-ku, pastga o'rnatilganligi. O'zi qoidasi bo'yicha balandroq mana bu yerga o'rnatilish kerak edi. Suvni ochish uchun egilmayman-ku, to'g'rimi? Qanday buni o'rnatgansiz tushunmadim. Nimaga vannani o'zi kalta? 4 tala oyog'ini olib tashlaganmisiz? Yo, sochmay turing, baland bo'lganda vannaga qanday chiqardingiz? Baland bo'lsa qanday qilib ustiga chiqasiz? Yo'q, mayli, vanna bu arzimagan narsa, lekin buni balandroq o'rnatsa bo'lardi-ku. Smestitelni aytyapsizmi? Ha, balandroq o'rnatsangiz bo'lardi-ku. Sizga qaytarib aytyapman, cho'milayotganingizda o'tirib cho'milishingiz kerak. Agar tik turgan holatda yuvinmoqchi bo'lsam-chi? Parda ilib qo'yamiz, bo'ldi. Yo'q, men boshimdan urilaman-ku haligi narsaga. Ha, yo'q, to'xtab turing, bu buriladi, mana qarang. Бля, вот смотри, бля.